Azizlar, demak, aprel oyining ilk yakshanbasi yurtimizdagi geologiya sanoati sohasi xodimlari mana shu fan bilan bog'liq innovatsion yechimlarni berayotgan, yurtimizda geologiya sanoatiga munosib ulush qo'shayotgan zahmatkash fidoyi kasb egalari. Nimaga aynan zahmatkash? Nimaga aynan alohida fidoyiga urg'u beryapmiz? Chunki hali qarasangiz cho'lda, hali qarasangiz yo'lda, hali qarasangiz tog' toshda mana shu zahmatkash insonlarni kuzatishimiz mumkin. Ularni qadrli mehnatlari sabab bugun O'zbekiston taraqqiy etayotgan davlatlar reytingida aynan geologiya qidiruv ishlari bo'yicha yetakchi top mamlakatlar qatorida turibdi. Demak, mana shu mamlakatlar qatoriga kirishimizga asosiy sababchi bo'lgan geologiya sohasining ajoyib zahmatkashlari bugun bizning studiyamizda mehmonda va kirib kelayotgan fidoyi kasb bayrami muborak bo'lsin deya efir izohingizni izlanaman. Albatta. Viloyatimizning faxri, aynan tog' kon sanoati rivojlangan salohiyatli viloyatning qahramonlari desak bo'ladi. Studiyamiz mehmoni Navoiy Uran davlat korxonasi Uran geologiyasi markazi geologiya bo'limi boshlig'i Jamshid Avulov hamda Uran geologiyasi markazi Zirabuloq geologiya qidiruv ekspeditsiyasi geologiya xizmati boshlig'i Doston Bo'riboyev studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kasb bayrami muborak bo'lsin. Keling, eng avvalo shu kasbni mashaqqati, kasbning talabi va bugungi kunda rivoji borasida to'xtalsak. Albatta, bu geologiya sohasi juda aytganingizdek mashaqqatli kasb. Bu sohada ishlashda universal bo'lish talab etiladi. Bu nafaqat yer osti, yer usti, balki ximiya, matematika, fizika, barcha shu fanlarni o'z ichiga jamlagan holda qidirish ishlari juda qizg'in olib boriladi. Bizada shular hamma narsa mujassamda. Agar shu geologiya bo'yicha shu joyni, hududni, tabiatini bilmasangiz, geografiyani bilmasangiz, u qiyin. Uni fizik xususiyatlarini bilmasangiz, bundan-da qiyin. Xo'p, topdingiz o'sha makonni, marjonni yoki misol uchun o'sha uranni yoki tillani konni topdingiz, lekin uni hududiy jihatdan haligi bosqichma-bosqich, ya'ni tadrijiy jihatdan, matematik jihatdan hisob-kitob qilmasangiz, undan ham yomoni. Demak, hamma kasbni bilishingiz shart. To'g'rimi? universallik talab etiladi geologiya sohasida. Xo'sh, bugun aynan Navoiy Uran davlat korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan qidiruv ishlari, bugungi kunning isqvorlari deymizda, iqtisodiyotimizga o'sha eng tayanch nuqtasining isqvorlari geologlar, to'g'rimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi hududida bizning Uran geologiyasi markazi geologiya sohasida geoqidiruv ishlarini olib borish bo'yicha yagona tashkilot hisoblanadi. Butun respublika territoriyasi bo'ylab biz hududi bo'ylab geoqidiruv ishlarini olib boramiz. Mana muhtaram prezidentimizning e'tiborlari geologiya sohasiga bo'lgan e'tiborlari tufayli shu oxirgi 5-10 yillikda juda ham jadallashtirilgan va intensivda shunaqa rivojlanishlar olib borildiki, davlatimiz shu yer osti tabiiy boyliklarini o'sishiga, shu qidirish ishlarini jadallashtirib rivojlanishiga sabab bo'ldi. Va buning natijasida bugun yangi konlar aniqlanmoqda. Albatta, buning natijasida biz yangi konlarni ochib, mana o'tgan yil 25-yil misolda oladigan bo'lsak, mana 24dan keladi. 24-yilda biz 3 ta uran konini davlat zaxiralari komissiyasida tasdiqlab, zaxiralarini sanoatda o'zlashtirishga jalb etdik. Bu Jongeldi koni janubiy sharqiy qismi, Shimoliy Bukinay koni Aqtov konlarini jalb etgan bo'lsak, o'tgan yil 25-yilda biz 6 ta konni zaxirasini tasdiqlab, sanoatda o'zlashtirishga jalb etishga muvaffaq bo'ldik. 6 ta kon bu kam raqam emas. Bu faqat aytishimiz oson, lekin uni qidirib topish, u yerda maxsus qidiruv ishlarini olib borish juda ham mashaqqatli, haligi yillab kutiladigan, kerak bo'lsa jarayonlarda juda fursatlari tez emasda. Demoqchimanki, aynan bu konlarning topilishi sanoat uchun muhim. Ya'ni bizni o'sha iqtisodiy tomirlarimiz yuksalish uchun, baquvvat bo'lishimiz uchun muhim hisoblanadi. Men galdagi suhbatdoshimizga Dostonbekka murojaat qilmoqchiman. Aynan geologiya sohasini nima sababdan tanladingiz? Endi shu yoki azaldan o'sha isqvorlikka, haligi sayohat monandlikka, endi bir geolog olimlar, odamlar uydan ketsa, haftalab ham ketadi, oylab ham ketiladi, o'sha bitta kon orqasidan yurilaveradi. Endi nima sabab mana shu sohani tanladingiz? Endi men to'g'risini aytsam,
oldin yoshligimizda biz qishloq atrofiga geologlar kelgan bo'lgan. Men to'g'risi o'zim ko'rmaganman, lekin eshitganman-da. Qaysi qishloqqa kelgan? Nurotalikman men o'zi. Nurotaga kelganda eshitganman. Gidrogeologlar keldi, suvni tekshirdi deganda, shunda meni kasbga bo'lgan muhabbatim uyg'onib boshlagan. Katta bo'lsam albatta geolog bo'laman deganman. Albatta hamma kasbning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin buni rohati ham bor. Yangi o'sha kon aniqlansa, bu rohat albatta. Nafaqat sizga, balkim elga ham, iqtisodiyotimizga ham naf tegadi. Bugun Zirabuloq geologiya qidiruv ekspeditsiyasi borasida ham qisqagina ma'lumot berib o'tsangiz. Faoliyatiga to'xtalsangiz. Bugungi kunda biz Ziyodin Zirabuloq regioni bo'yicha geologiya qidiruv ishlarini olib boramiz. Biz o'zimizga hukumatimizda, davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari bilan, chora-tadbirlari bilan uzoq muddatli strategiya ishlab chiqqanmiz o'zimiz region uchun. Birgina misol 2022-yillarda biza bor yo'g'i 4 ta kon va istiqbolli maydonlarda geologiya qidiruv ishlarini olib borganmiz. Bugungi kunga kelib 7 ta kon va maydonlarda ishlar olib bormoqdamiz. Natijadorlik ham shunga yarasha. 2022-yilda misol uchun 2000 tonna zaxira va resurslar topshirgan bo'lsak, bugungi kunda uni 5 karraga oshirishga 5 karra kichkina raqam emas. Haqiqatda. Aynan Zafarobod hududi bizga juda ham yaqin bo'lganligi uchun tarixga qaytmoqchiman. Shunaqa holatlar bo'ldiki, umuman ahvoli og'ir edi korxonani. To'g'rimi? Shunaqa oylik maoshlari vaqtida berilmadi, kon qandaydir tortilyapti degan bir gap so'zlar ham tarqaldi. Bugun gullab yashnayapti Zafarobod. Nafaqat Zafarobod, aynan biz guvohi bo'ldik, Tomdi hududida ham yangi konlarni ishga tushgani, tomdilik aholi ham bugun yangi konlarda ish bilan bandligiga guvoh bo'ldik-da. Bu katta natija, bu aynan qahramonlar, izquvarlarning natijasi. Shularning mehnati. Albatta. Marhamat Jamshid aka. Rahmat ta'riflar nimalar uchun. Qancha bugun ta'rif aytsak, bugun sizlarni maqtashimiz kerak. Endi bu albatta o'z o'rni bilan, albatta munosib ravishda mehnatingizni biz sharaflayapmiz. Shu bilan birgalikda endi bu mehnatni zamirida juda katta mashaqqat, juda katta zahmat yotganligini, fidoyilik yotganligini nima aytish kerak, marhamat. Ta'riflardan so'ng hayajonlar bo'lyapti. Chiqsi yo'q, marhamat. Aytganingizdek, bu juda katta bir og'ir mashaqqatli kasb bo'lganligi, bu shu cho'llarda, tog'larda qishda qish demay, issiqda issiq demay, shu mehnat qilib olib borayotgan mana ekspeditsiya dala xodimlari, mana burg'ulash ustalari, mana yordamchilari, o'shalarda qazib chiqargan kerinlarini dokumentatsiya qilib, hujjatlashtiradigan materiallarni hujjatlashtirib boradigan geologlarimiz, o'sha chuqurlikda aniqlikni beradigan bizda geofizika xizmati bor. Karataj stansiyalari xizmat qilib, o'sha karataj burg'langan quduq chuqurligiga tushib, bizda haqiqatda shu yerda uran bor yo'qligini aniqlab berib, keyingi shu tochkani, nuqtani qo'yishda yordamlashib kelishadi. Bu albatta bir kishi, ikki kishini emas, umumiy mehnat jamoasining mehnati. Bu bizda aytib o'tadigan bo'lsak, shu o'rinda bugungi kunda 1,5 mingdan oshiq geolog, geofizik, burg'ulash ustalari, laboratoriyamiz bor, yordamchi xizmatlar, mana haydovchilar, mexaniklar, hamma birgalikda bir jamoa bo'lib shunday muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Albatta, bu muvaffaqiyatni zamirida yangicha yondashuv davlat rahbarining shaxsan e'tibori sohaga va sohadagi aynan rahbariyatni ham qo'llab-quvvatlov. Qachonki geologlarning oylik maoshi oshsa, qachonki ularga qani izlang, toping, siz topgan konlardan albatta biz ish boshlasak, sizlarni ham moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlaymiz deb korxona rahbari, to'g'rimi, katta tashabbusni ilgari sursa, yangi konlar ochilaverar ekanda demak. Gapingiz to'g'ri. Endi hozir yana bir narsani so'ramoqchiman. Endi kasb bayram bu mashaqqatli jarayon, katta bir rag'batlar bo'ladi, mukofotlar bo'ladi, lekin eng katta mukofot bu albatta xalqning ishonchi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, xalqning mehri, xalqni rozi qilish, xalqning duosi hisoblanadi. Biz kelgusi rejalar bilan bog'liq tafsilotlarga to'xtalmoqchimiz. Endi konlar ochilyapti. Ular Feruzaxon aytgandek, u yerda ishchilar band bo'lyapti.
Xo'sh, mana shu xalqimizga nima manfaat? Bizni insonlarimizga, aholimizga qanday qulayliklar bo'ladi? Endi bilamizki, bu yerda bitta kon ochilsa, u yerga albatta yo'l boradi, infratuzilma shakllanadi, ichimlik suvi albatta u yerga borilishi kerak. U yerda jamoa shakllanish uchun maxsus ishchilar guruhi deylik, kichik bir sexlar tashkil qilinadi. Endi istaymizmi yo'qmi? Yurt ravnaq topadida, to'g'rimi? Albatta, gapingiz juda ham to'g'ri. Mana geoqidiruv ishlari natijasida har bir ochilgan kon, uni katta kichikligi ahamiyati yo'q. Kon orqasida ki shu aytganingizdek yo'l, infratuzilmalar qilinib, shaharchalar barpo etiladi. O'sha Obod maskanga aylanib, ishsizlik kamayadi. Masalan, xalq, o'sha atrofdagi xalq ish bilan ta'minlanishi, kafolatdor bo'ladi, eng muhimi. kafolatlanadi shular. Va bugun bayram Tilaklarini tabriklar eshitamiz. bo'lishi Marhamat. albatta shart. Marhamat. Bugun biz Oynajahon orqali barcha kasbdoshlarimizni, Albatta. sohada xizmat qilayotgan hammani kasb bayrami bilan, dala geologiya qidiruv ishlarini boshlanish bilan qizg'in muborakbod etaman. Rahmat. Bor bo'ling. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Tabriklar uchun va ta'riflar uchun soha Jamshid, bo'yicha siz hech narsa demaysizmi endi? Sizni tabringiz yo'q. Odatda rahbar odamlar ilova qilardi, bir chiroyli niyatlarni, marhamat. Ha. Yaqinlashib kelayotgan geologiya sohasi kuni bayrami. Bu bizda yurtimizda aprelning 1-yakshanbasi geologiya sohasi xodimlari kuni hamda shu geologiya sohasini sezonini boshlanish arafasi deyiladi-da. Mavsum boshlanishi. Mana qishdan o'tib olib bahorga chiqqanda уже ishlar jadallashtirilib, yanada rivojlanib o'sib boradi. Shunga aprelning 1-yakshanbasi geologiya sohasi xodimlari kuni etib belgilangan. Shu munosabat bilan barcha yurtimizdagi geologlarni, geologiya sohasida mashaqqatli mehnat qilayotgan barcha xodimlarni hammalarini muborakbod etaman. Rahmat. Tabriklar uchun rahmat. Tashakkur, samimiy niyatlar bo'ldi. Biz ham aynan nafaqat navoiylik geologlarimizni, balki butun respublikamizdagi o'sha vodiyda, vohada qidiruv amaliyotlarini olib borayotgan, bugungi kunda ham ish vaqtlarida turgan, soatlarini sanab, mana shu konni ochamiz, mana shu jarayonlar tezlashishi kerak deb yurt ravnaqi, el taraqqiyotiga munosib ulush qo'shayotgan zahmatkash aziz insonlarimizga ta'zim deymiz, sizlarga ehtirom deymiz. Boringizga shukr, yurtimizni madallari ko'p, Alloh o'zbeklarga bergan, O'zbekistonga bergan. Ilohim mana shu ne'matlari benazir bo'lsin, xalqimizga buyursin deymiz. Va biz aynan yurtimiz hayotiga oid voqea hodisalar, yangiliklar tafsiloti bilan Diyor 24 informatsion dasturiga navbatni beramiz. Undan so'ng yangi soatlarda yana siz bilan birga bo'lamiz azizlar.